Salom do'stlar, bu uy qurish uchinchi qism, uyimning uchinchi qismi. Hop, bo'lmasa qani do'stlar, boshladik. Birinchi bo'lib biz mana men qummoq keldim va buni ayni yasab olamiz. Qani bo'lmasa agar ko'chirib chiqamiz va sandig'imga bir ikkita o'sha tepadagi sandiqqa bir ikkita narsalarni solib qo'yamiz. Do'stlar, salomlashdik. Hop, bo'lmasam ketdik. Hozir tepaga chiqishim kerak men. Hop, qani ketdik. Do'stlar, bilasizlar nimalar yurishini maxluqlar shuncha uxlashimiz kerak, uxlamasak chunki kunlarimizni buzib ketishlari mumkin, to'xtatib yuborishlari mumkin, shuncha uxlab olamiz. Hop, mana uxlab ham turdik, endi bitta non yeb olamiz. Non ham yeb oldik, endi nimaga qaraymiz, o'tda aynaymiz. O'zimga tiqdim. Ayni. Nechta bo'ldi? Bitta bo'ldi. Yana bitta tushimiz yo'q. Mana o'zimni 16 ta yani. Ayni. 16 ta. Biz do'stlar, aynilarda o'zimiz chiqamiz. Ketdik. Mana ketdi, ya'ni raqib chiqsa o'zi tayyor bo'ladi uyimiz. Shampan bo'ladi. Mana o'sha uy do'stlar, men katta zinatni yasash kerak edi, bu esdan chiqdi. Mayli, hozir chiqib yasab qo'yaman. Hop, qani bo'lsa. Bismillah. Mana aynilarni ham qo'yib oldik. Qayerlarga go'zal turibdi bu ayniydi. Darajam 9, agar sizlar ham 29, agar sizlar ham darajangizni ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, sizlarga zo'r narsa o'rgataman do'stlar. Hop, avval mana bunday damlamalar bo'ladi darajaniki. Mana shunday qilib o'tsangiz o'zi bittasidan bitta daraja tushib ketaveradi va şam olduk. Tepeye çıkarmış. Mektup okuyormuş. Bu yana bir gözüm gene. Tepeye çıktı. Böyle pastan tepeye çıkıp başkandı kline. Bu yana melekti. Şu İslam çıkıp yaptı. Burası düşündü. Ne kadar soğuktu. Renklerini dokuyoruz. Ne oldu? Hadi yemekten yemek yedim. Elbette denizine iyi o zaman hayvanın zoruna sarıp gitti. Geçen bana 20 doğuştan doğumlu yaşasın. Zaten rekin bu ay ben yine şekere basıyorum. Yine seçeceğim. Şunday buluş gerekeceğim. Oldu hop do'stlar. Albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Yangigacha 100 ta bo'lishimiz kerak. Hop. Menga zinani qo'ysam bo'ldi do'stlar, endi aynen buni bekorga bo'lmasin aytdi. Qo'yamiz.
çok iyiydi. Hop mana. Ana do'stlar. Menatdan yo'l qilmoqchiman. Battan yo'lda qila bo'lmasak ham shuning uchun menatdan jihatdan. Mana menatdan qilsa bo'lar ekan. Onu koyuyoruz. Burada çorba. Burada gözlüğü hoptan var. Hop bu sen bunu bitti do'stlar qarang chiyga kirib bir baho beramiz. O bunga necha birdan 10 gacha bo'lgan ballarni kommentariyga yozib beringlar do'stlar. Videomiz bu joyda tugadimi deb o'ylamanglar. Yo'q, sizni biroz tomog'im og'riyotganida do'stlar. Qo'ysak do'stlar bo'ldi hop. Ya o'zlarini chiqmayotgan bo'lsa uzr so'rayman. Videoni boshlab sizga bir ko'rsatib chiqay sizlarga. Hop. Mashalada meni yo'l bo'lib ketgan. To'g'ri bog'larda aylanib yuradi. Mana qaranglar do'stlar. Aylanib chiqasdi baklar. Mana necha yo'l bor. Mana yo'l. Mana baklar. Hop endi mana qo'yamiz. Mana qo'yib bakaramiz. Endi ba'di oxiri nima shart? Mana ba'di oxiri. Mana endi qilib mana chiqib ketamiz. Hop mana bog' bilan tanishdik, endi ketdi. Qayerdim? Mana qayerda? Ya, tuxum to'qishyapti. O ana hop. Oldu bitti ne? Ne yapıyordu bitti? Ne yapıyor mesela ya çok hop. Endi burada çakça basam zo'rdan kesib bosam katta bo'lib qoladi. Nimadan chiqadigan. Uyda mayli bir ko'rsatdi. Yangicha endi albatta buni bekka qo'yamiz. Yana yuqoridan ham to'kdim do'stlar. Videoyu ham olamaysan.
do'stlar, manacha bo'lish mujib bo'ldi. Uzr, mana shu joyiga e'tibor bermanglar. Uzr so'rayman bu joy uchun do'stlar. Bu joyga e'tibor bermay qo'yinglar. Endi mana shunaqa sabablar bo'lib qolishi mumkin. Xo'p.